Quruq bo'lgan tovuq nega o'zini tagidagi tuxumni yeb qo'yadi? Bugun shu savolga javob beramiz va videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana ko'rishingiz mumkin, gigant qora shahzoda zotli tovuqimiz quruq bo'lgan. Tagidagi tuxumni yeb qo'yishning sababi, mana biz o'zi atidan eksperiment uchun 17 ta tuxum qo'ygan edik tagiga. O'zi 15 ta tuxum oladigan tovuq edi. 17 ta tuxumni 2 kun 3 kun aylantirdi. Qarasa ortiqchalik qildi va mana bugun bitta tuxumini yeb qo'yibdi. Nega yedi? Bu tuxum ortiqchalik qiladi, aylantirishga qiynaladi, shuning uchun yeb qo'yadi. Chunki buni mana bu yoqdan chiqazib yora olmaydi tovuq, buni biladi. Tovuq miya deganimiz bilan ancha aqlli bo'ladi bu. Shuning uchun bitta tuxumni yegan, 16 ta tuxum turibdi, bosgan, aylantirib yotibdi, xudo xolasa. Buni yana bitta kichkina sababi bor. Suvi yoki ovqat yoki suvi bo'lmasa, yeyishi mumkin tagidagi tuxumni, lekin asosiy sababi tuxum ko'plik qilgandan yevoradi. Va suv bilan ovqatini shu yoniga emas, chiqqandan keyin bemalol chiqib yeyishiga qo'yib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, chiqib titinib ovqatlarini yegan, lekin tagidagi bitta tuxumni yeb qo'ygan. Buni asosiy sababi o'sha 17 ta tuxum ko'plik qilganligi uchun yegan. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib qo'yishingizni chiqazmanglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.